narigi mahallaga borib turinglar. Men Zumerman. Men millenialman. Assalomu alaykum. Men Zumerman va men telefonda gaplashishni juda ham yomon ko'raman. Kimdir telefon qilsa, umuman ko'tarmayman-da, o'sha Telegramdan kimligini bilaman. Men maydalashib o'tirganda shunday telefon qilib, shap-shap hammasini telefonda hal qilaman. Menga chiqmang. 3 minutlik голосовой yo, men вообще unaqa narsani eshitmayman. Lutfi menga yozgan va shu qulay. Ammo maza qilib audio yuboraman. Nima kerak, qo'limni og'ritib, barmoqlarimni og'ritib 15 minutlab gaplashish o'zi. Sapsa. Menga qanaqa kiyim udobniy bo'lsa, o'shani kiyaman. Xoh ochiq bo'lsin, xoh oversize bo'lsin, nimada menga yaxshi bo'lsa, o'shani kiyaman. Bo'qqa yebsan, menga bergan kiyimni kiyasan. Men ertalabdan kechgacha har kuni ishlamayman. Menda выгорание, stress, depressiya bo'lib ketadi. Sandan oldingi ham ishlagan, san ham ishlaysan, sandan keyingi ham pul kerak bo'lgandan keyin ishlaysan, oyog'ingni ragata qilbatmasdan. Menda child free, ya'ni erga teganimda xohlagan paytim tug'aman. Kartoshka free dedimi? Agar to'ying kuni ertasi kuni ish qat bo'lmagin, men san bitta doq qilib yuboraman. Menga siz hammaga kommentariyga hate yozasiz. Men yozaman, boshqalar yozmasin deb.